Toylarda en ko'p qo'llaniladigan so'z qanday? To'ydaagi odamlardan so'rab ko'ramiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Toylarda en ko'p qo'llaniladigan so'z qanday? Aroq barma. To'y o'zini-o'zi javob beradi degan shu. Zarulyonman. Zarulyon. Ko'p ishbay degan so'zni qo'llanadi. Haydi. E'tibor bermay penay. Dayım jas ko'rsin. Vo'n bo'lsin. Tezroq bo'la qo'yaylik deymiz bo'lgan. Ikkinchi ovqat barma degan so'z. Aroq qo'y deb aytadi misol. Birov qarasa ishbay qilib qo'y deydi. Bunday so'zlar bor. Birov qaytayaq deydi. Qonama Oltisaroy to'yxonasida o'tkazilyapti. To'y video o'rnatilgan bo'lsa, petitsiya bo'ladi unutma. To'ylar o'ng'asin. Anne palovimiz mazalma degan so'zlar qo'llanadi. Produktlar so'raymiz-ku. To'ylarimiz yaxshi o'tsin. Tez qiymildan. Qanday? Anne qizlar tez istep tasa haz qarashaydi deb beraman deyman. Stolga qara. Mehmonlar zakaz olgan kelsa, mening atim chiqmay qoldi-ku, mening atimni aytmading degan siyoqda. Rahmat. Qutlug' bo'lsin. Sizning fikringizcha to'ylarda eng ko'p qo'llaniladigan so'z qanday? Kommentariy bo'limini yozib keting.